Bakır 63-yili tug'ilganman. Bundan 1 yil oldin insult kasalini ushlab yotib qolgandim. Doktordan chiqqanimda o'ng oyog'im, o'ng qo'lim ishlamas edi. Mana masjidga keldim. Shu doktordan davolandim. 2 oy lekin bir kun 2 kun emas, 2 oy davolandim. Mana o'zim hozir yurib kirib, yurib chiqib yuribman. Xudoga shukr, mana rahmat shu odamga. Mashina haydab yuribman, mana davlatga ishlayapman hali ham mana. Rahmat aytaman doktorga, mendan rahmat. Salomat bo'lsin. Rahmat. Zokir aka, shunda siz yo'lda mashinada ketib bir pриступ berganda, to'g'rimi? Ha, mashinada bo'lganman. Keyin o'sha bu yog'i esingizdan chiqib anaqadan ketib, balitsada o'siz hushingizga kelgansiz, to'g'rimi? Keyin mana xotira ham ketib qoldi, xotira tiklandi, to'g'rimi? Tiklandi, yaxshi mana. Men hozir juda xursandman sizning holatingizdan. O'sha men sizni yosh anaqangizda ko'rmaganman, sog'lom paytingiz. Men endi ko'raman, Xudoga shukr. Mana shu hozir ishlagan, qaytisini ham eshitdim. Qaytdim, ishlayapman shu yerda. Yaxshi. Allohimga behisob shukronalar bo'lsin. Shifoyi komil, shifoyi olat aytgan bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.